Bugun rizq talabidamiz. Bizga o'zi qancha rizq kerak? Qancha Xudodan rizq so'rasak aslida to'g'ri bo'ladi. Shunday rizqki, nafsimizga, badanimizga, kundalik hayotimizga kifoya qiladigan darajada rizq. Rizqning ko'pligi, davlatning ko'pligi birodar hech qachon nafsni to'ydira olmaydi. Nafs xohlayveradi. Bir xirmon, bir dala, bir adir tillasi bo'lgan odam ikkinchisidan keyin uchinchisidan keyin to'rtinchisini xohlayveradi. Nafsni jilovlab qo'ying. Fikrni jilovlab qo'ying. Sabr va qanoatda yashash aslida bandaning bo'ynidagi mas'uliyat va uning qilishligi shart bo'lgan amal hisoblanadi.